biz uchun juda yuqori. Yoshlarimizning qiziqishi, ularning qobiliyati, iste'dodlarini konferensiyamizning mazmuni ijtimoiy va iqtisodiy. Bu insonni sog'lig'idan shunaqa anjumanlarning soni juda kam. Iqtisodiy bilim asoslari va matematika fanlari bo'yicha yaqinda bo'lib o'tgan olimpiadada faxrli birinchi o'rinni egalladim va TIMI institutiga 100% grant asosida tavsiya qilindim. Sizlarga ham shuni tilab qolaman.